Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1 qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratmi jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'ltaga tutdim. Valla turib ketsin. Bizga qonun keragi yo'q. Hey o'g'li, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sensa qo'lingni qonga paturmoq kelsan-da. Aytinglar-chi, endi qanday qilaman? Bularning qala harvasida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. To'mir akamning qabrisiga qarab baqib o'tgan. U qabridan hilmi? Daryo. Hasrat, nadomat yoshlari ikki turibdi. Yig'idan qechib, yiqilib o'lguncha maydonda kelishib o'lgan yaxshi. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Dushmanga al bo'ladigan xo'jin yo'q. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. Oğlum bilen işkimiz. Takı 3 qitim açtı kapır bəgən. Hacimnin 5 adimi bizning oydan 3 gün turgan. Endi çerikler kelse, biz ulug' uşaq 6 candan hemmimizni qırıp taşlığı mi? Yo'q. Bununla chidab turg'ili bo'lmaydi. Shundoq. Bo'g'izlayman desa, qo'ymi tipirlaydi. Hay isit. Yigitlik chog'larim bo'ladigan bo'lsa, has tutgan bu qo'llarimga allaqachon qilich ag'an bo'latdin. Chereklarning qo'lida haram o'lgicha shahidlik maqomiga yetatdim. Shu orada top ichidan bir ayol kishining "Hay Borat, qiynasan!" degan ovozi anglandi. 20 yoshlar chamisidagi bir yigit, "Mana men appa!" deb top ichidan uning qishig'i keldi. Bu ayol musibatli bo'lgani uchun beshiga oqchiga olgan edi. U yilqi yigitni qo'lidan tutgan peti Hujumiyat hojining qishig'i keldi-da, mundaq dedi: "Hojim, bu mening hayot qolgan yolg'iz o'g'lim. Dadasini Shamaqsut nomga palab o'ldirgan. Akisini 6 cherik bultur ko'z ana ovi yo'l ustida nayzilab o'ldirdi. Kelinimizni yartar qilib bir bolasi bilan tul qo'ydi." "Rost, to'g'ri deydi!" deb guvohlik berib varqirashdi kishilar. Hoji 6 cherik nayzilab degan gaplardan bultur ko'zda Qosim polvon so'zlab bergan yilqi fojiani esiga elib, "O'zda Dugamatning opsi bo'lamdilar." "Shundoq hojim. U bolamiz sheriklarning qo'lida nahaq o'ldi. Kuz kelsa Dugamatning yili bo'ladi. Yildan keyin inisi Baratning to'yini qilayli dedik. Biz to'y qilgacha bu sheriklar bizning beshimizni yeydigan o'xshaydi. Dög'iribni urar, o'michik musafirni edib, kelgulikning hammasi bizdek ojiz fuqarolarga kelyotdi. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, Baratmi jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'ltaga tutdim. Anglayotsan balam. Akamning qissasini olaman deb yuratding. Mana qissas oladigan kunlar keldi. Akangning yurtning qissasini ol. Oti bolasi bo'lguncha yurt bolasi bo'l. To'g'ri. Oti bolasi bo'lguncha yurt bolasi bo'l. Qarindoshlar, yurtning beshiga kun tushdi. Xiris qilib kelgan och bo'rini o'ldirmasak, u bizni yeb qo'ydi. Jaz qilgan yilonning beshini yanchimisak, u bizni hamon o'ldirdi. Bayqi xatni angladinglar-ku. Endi hech qaysimizga kun yo'q. Chochqanday qichib, mushki yem bo'lguncha yo'lvalsak ilish bo'lgan yaxshi. Otni beygidisina, mardni maydonda deb tikan. O'lsak shahid, qolsak g'ozi. Ya o'lim, ya ko'rim. To'g'ri. Ya o'lim, ya ko'rim. Ammo yolg'iz otning chingi chiqmas degan gap bor. 12 ta qo'zg'algan bilan
shahar va yezilar nemish qilgan texi jim yetibdi. Mana bu xatlarda nimalar tutilganini butun Qumul xalqi o'qisin. Oranglarda xat yozalaydigan mollalar bormi? Bor. Mana biz imin pulchimi bor? Mening kelinimga xat bitalaydi. Ha rost. Bu molla aylani demas. Atrofdagilar to'pning sal chetidirek turgan zilva bo'yliq, oq yuzlik, burni xuddi eqib tushgandek chiroyli, ko'ngir chochliq yosh ayolga qarashdi. Ayol sal uzoq tortgandek yerga qarab oldi. Hojimu bu mulla ayolga ixtiyorsiz holda bir qarab qo'ydi. Bu mushi yezida ayollar orasidan chiqqan o'qimishliq, hatto husnxat va nazm yozalaydigan ayol bo'lib, Qosim Xotan degan kishining qizi Xalchixon edi. Xalchixonning keyingi chaqlarda hojining shaxsiy hayoti va kurash faoliyatlarida sodiq saptishi bo'lib qoladiganligini u chaqda hojimu u ayolning o'zimi o'ylab boqmagan bo'lg'iydi albatta. Andaq bo'lsa, bu xatni bir necha poch ko'chirib yurt-yurtlarga, hammadan agal shaharga avatayli. Hozirdan boshlab bu ishqa ko'yish qilisizlar. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qolgan gapni keyin qilishayli. Shuning bilan xalq to'pi ostan tarqalishga boshladi. Ya Allah begim, sizlar o'zlari xatni qo'lga tushirib, bak cho'mish qilibdilar Jumo begim. Voy adash, to'lib begim demigina. Yuringlar. Man beshinglarga kigidak bir nima deb beray. Mao cherik qalpiqi bilan qo'yning ichiga kirib qolgan o'chiga o'xshib qopsizlar. Mo'lliq cherik bilan heytam kulib qo'yib, Mirul Marganga ergashdi. Darvaqa bu kunlarda Jototay agar shahar xalqi qo'zg'olonga ovoz qo'shadigan bo'lsa, shaharni to'p zambarakka tutib, yer bilan yeksan qilib tashlayman degan mazmunda maxsus e'lon chiqarib, qattiq tahdid solmoqda edi. Musulmon shahri deb atiladigan Xuyching bilan hukumat idoralari joylashgan Lochingning orasi bek yaqin bo'lg'achqa, Lochingdan etilgan zambarak o'qlarining mundaq yaqindagi nishonga to'g'ri tegmasligini xalqning ko'pchiligi bilmaydi. Shunga shahar xalqi nima qilishini bilmay tamtirab qolgan edi. Dal shundaq chaqda hojining yilqi tadbiri bilan Jinshurining xiti 20 necha parcha ko'chirilib, chaparmanlar orqali shahar va yezilarga yetkazildi. Sabr qachisi allaqachon to'shib, aran turgan xalq bu xatning mazmunidan vaqif bo'lgan hamon qachon bo'z bir o'limskan-ku. Yetib qolguncha yetib qol. deb xuddi qattiq kalkun bilan birdilla teshib ketgan azim daryodek tavrab ketdi. O'rda oldi birdamda odam dengiziga aylandi. Ular o'rdadan qurol tarqitib berilishini talab qilmoqda edi. O'rdadagi miltiqlarning ko'p qismini bultur ko'zda Liusijang aketgan. Azroq qismini Nazarvangning o'g'li Bashir tiqib olgan edi. Endi faqat Taypunan zamonasidan qolgan qilish, nayza, oypalta, o'qya, o'mut qatorliq ibtidoiy qurollar qolgan edi. Yusuf Tayjining buyrug'iga binoan mana shu qurollar darhol xalqqa tarqitib berildi. Bunda qurollarga erishalmaganlar o'rg'oq, palta, ara, to'qmoqlar bilan qurollandi. Endi bizga yaxshi kun yo'q. Qush yig'ida o'z uvusini qo'g'daydi. Nagimi qachatdiq? Yig'idan qichib, yiqilib o'lguncha maydonda elishib o'lgan yaxshi. Bir boshqa, bir o'lim deganga o'xshash gaplar hamma yerdan anglanib turadi. Mushundaq paytni kutib turgan Abduniyaz Mirab, Sali Durg'a va Xo'janiyaz hojilar bir necha yuz otliq yigit bilan darhol shaharga yetib kelishdi. Vangning o'rdasi qo'zg'olonchilarning shtabi bo'lib qoldi. Shu arada Nazarning o'g'li Bashir o'zini Siling, ya'ni qo'mondan deb chaqirladi. Bu ish qo'zg'olon rahbarlari orasida norozilik qo'zg'adi. Hey, bu ish bo'lmadi, tajibigim. Uningga gap qilmamdilar. Undoq bir nima xalqqa qandoq bosh bo'la oladi? dedi Abduniyaz Mirab Yusuf Tayjiga. Xafa bo'lmang, Puchbegi. To'xumo o'zi bilganni chillaydi. Ishitmo o'z ko'chsida o'zini xo'ja sanaydi. O o'zini men siling desa,
deb turmamdi. Biz ishimizni qilaveraylik. Onunga bir nima desak, hozirla cho'ji xo'rozdek hurpiyib qo'pidi. Bo'pti. O'zlarining deganlaridek bo'lsin. U haroqkash, men siling deb 20-30 kuchki bilan o'z ko'nglini xush qilib yurivagay. Ammo bizning ishimizga aralashmasin. Muboda haddidan oshadigan bo'lsa, kechidala qo'lidagi ko'sayning hammasini tortib olaman. dedi hoji. Shunday qilib, otaqda Bashir Siling, amaliyotda Yusuf Tayji, Abduniyaz Mirab, Sali To'rg'a, Xo'janiyaz hoji qatorliqlar qo'zg'olonning rahbarlari sifatida bir yoqdan shahar mudofiyasiga kirishdi. Yana bir yoqdan Majumying yetib kelgan hamon Lochinga hujum boshlash qaroriga kelishdi. Judotay shahar ahvolidan xabar tepib, darhol to'p zambiraklarni ishga soldi. Biroq sheriklar kunduzi bosh chiqarolmay, faqat kechasi otadigan bo'lg'achqa, zambirak o'qlarining ba'zilari shaharning bir chetida cho'qchiyib turgan Vang ordisiga tegsimi, ko'p qismi shahar ustidan halqib o'tib, sepil sirtidagi etilsiqlarga tushadi. Judotay zambiraklarning qariga kelmayotganligiga terkib turganda, Majumying lashkar tortib Qumulga kelib qoldi. 13-bob. Yo'lda qo'shilgan hamroh. Ayrılğanğa ölmeyman, aqidamga yig'layman. Uyg'ur xalq maqoli. Qo'zg'olon rahbarlari bilan Uyg'ur, Xo'yzu mo'tavarlari va qurolliq yigitlar bo'lib, 300 dak kishi shaharning taxminan 10 chaqirim sharqidagi Soqi yezisining go'zal bir kentida chajang tikib, Majumyingni shu yerda kutib oldi. Sadansha oxulluğum bilan Yusuf Tayjimu yashinib qolganligiga qaramay, to'nurning yolqinidek yelinjab turgan oftobda bu yerga otliq kelishgan edi. Urush mazgili bo'lg'achqa, kutib olish murosimi oddiy, lekin samimiy o'tmaydi. Avval taom, ondan kalom deb, omon esenlik so'rashgandan keyinla mehmonlarga dasturxon tortildi. Tang saharda uzib qo'yilgan muzdek chilgi tovuzlar bilan anardek qizir pishgan to'g'ach shaptollar. Texi bayraqli to'nurdan so'yib ilingan issiq non to'qashlar. Oyoq va sopol qachilarda lig'ildab turgan muzdek qiytiqlar va ligan tovoqlarda keltirilgan paqlon go'shtlari qaqas cho'l bayovonda uzun yo'l besib, yerib ichib ketgan Majumying va uning necha yuz kishilik qo'shonining rangiga qon, ko'zlariga nur yugurtmaydi. Ular bu nozi ne'matlarni har qitim og'ziga solganda tillarini tamishitib turib, Ha, Şinjan ha, deyishadi. Şinjan, mening anglag'inimdan natjahasi boy, paravan bir zimin ko'rinadi. Bu nima degan to'qchilik? Dedi Majumying yenida qo'l qovushtirib turgan emin to'ngchiga qarab. Onunga javoban Sadansha oxulluğum mundaq dedi. Dar haqiqat, Allah subhanahu va taala bizning bu ziminimizga o'zining lutfi karamini daraq tutmay, g'iyib xazinasidan haddi hisobsiz in'omlarni ato qilgan ekan. 6 shahar yoki Eli vodisiga nisbatlashtirib aytganda, bizning Qumulimiz texi kichik va kambag'al diyor hisoblanadi. Taqdir irodi bilan Siling janoblari shu taraflarga berib qolsa, teximi ko'p ajoyibotlarni ko'rishga muyassar bo'lg'isi. Afsuski, shundoq boy zaminning egisi bo'lgan yerlik ahli puhrolar qatma-qat zulm va tangsizliklar tufayli bir ko'zi qon, bir ko'zi yosh bilan to'lib, hasrat nadomatda kun kechirdi. Umuman, Qumul ahlining holi favqulodda fojialikdir. Shu sababdan bu diyorda pat-pat yig'iliq bo'lib turdi. Bu qitimqi yig'iliqmi shuning jumlasidandir. Inshaalloh, Siling janoblarining qadam tashrifi va hammamizning birlikda sahiy ijtihod qilishimiz bilan bu qitim Qumul ahli nijotlik topqisi. Odatda nihoyatda kamsiz va o'zini ig'ir besiq tutadigan Sadansha oxulluğumning bugun bunchalik qizib ketishi sahibxonalarni hayron qoldirdi. Shuning uchun hammaylar chach soqollari
hatto uzun qosh kirpiklari qordek oqirib ketgan bu kishini go'yo tunji qitim ko'rayotgandek uningdan ko'zini uzmay diqqat bilan qarashib o'ltirdi. İnşallah. İnnemal mu'minuna iqvatun. Yani barliq musulmonlar bir qarindosh. Men toki bir askarim, bir tomchi qinim qolg'icha har qaysilari bilan birlikda jang qilib, qarindoshlik farzimni ado qilaman. Mubada va'damga xiloflik qilsam, Allohning oldida yuzim qora bo'lg'ay. İnşallah, inşallah. Bayatın beri mehmonlarni aram ilib olg'ay deb bizning kishilarimizni silingga tonishtirmoqdamiz. Dedi Yusuf tayji kulimsirab o'ltirib. Hili bo'lsa-mu tonishtirib o'tay. Ma Jungying bu gapdan nihoyat xushal bo'lganligini aytdi. Yusuf tayji bir boshdan tonishtirishga boshlab, navbat Xo'janiyaz hojiga yetganda, Ma Jungying hojiga diqqat bilan qarab, uning qo'lini mahkam siqqan holda mundoq dedi. Men xiyol qilgandimmi salobatlik, jiddiy odam ekansiz. Sizni o'rus harbiylaridan ta'lim olgan deb eshitdim. Shundaqmi? Bir necha oylar. O'ruslarning harbiy ta'limi qattiq bo'lamdi ekan. Buningga gap sig'maydi. Sizning harbiy ta'lim ko'rgan kishi bo'lganligingizdan to'liq xushalman. Inshaalloh, obdan chiqishib ketamiz. Növbət Qozoq qo'zg'olonchilarining boshlig'i g'arbga kelganda, Ma Jungying o'zi to'g'liq kelgan, ko'zlari cho'ng, engi shalon qora soqol bilan qoplangan, ustiga to'n, putug'i o'tik kiyib, belidagi o'q potisiga mavzir qistirib, beshiga jiyakli kiygiz qalpoq kiyib olgan bu kishiga ajabsinib bir qarab oldi-da, uning semiz qo'llarini tutib turib mundoq dedi. Ohoy, qozoq deb anglag'anim bilan ko'rginim yo'q edi. Qumulda qozoqlar bor ekanda. Sizlarni ot ustida yashaydigan millat deb anglagan edim. Shundaqmi? Qanoti ot. To'g'ri aytdingiz. Xususan bizga sovg'at qilingan barkul itiga o'xshash otlarni erning qanoti desa bo'g'idak. Tonishtirish oyoqlashganda Ma Jungying birdilla yo'lbos dorim qaysilari? U kishi bizning dushmanimiz tarafda. deb qisqa javob berdi Yusuf tayji qopiqini silib turib. Shundaqmi? Bu qiziq ish bo'pti. Dedi Ma Jungying yenida turgan inisi Ma Jungjiga ma'nilik qarab qo'yib. Ondan o'zining muhim kishilarini tanishtirishga boshladi. Atrofda qarab turganlar pichirlashga kirishdi. Hey, bu Ma Jungying degan bakli yosh bir nima ekan-ku? Mening kichik inim bilan tangmu nima? deb pichirladi Mirul Margan yenida turgan Hoshur Kamtoga. Ammo o'ziza qaltis kelishgan nima ekan jumu? Qiz bo'p qolgan bo'lsa, kishi kuyib qolg'idak. Hey, Kanto, sen og'zida tish qolmagan mo'maylag'imi kuyib qilishdan yanmaysan? Ay, osti gap qilinglar. Qaltis chechan bir nima ko'rindi. Quliqini ding tutib o'ltirganini qarmamsizlar. Dedi o'tir yoshli bir kishi mo'risidagi miltiqini tuzashtirib qo'yib. Shu arada Ma Jungying atrofdagi yezi kentlarning nomini surishtirib qoldi va Liaojavan degan kentning nomini anglab, uning qaysi ma'noda ekanligiga qiziqdi. Bir tarafdan savdo tijorat bilan ichki o'lkalarga ko'p qatnab, yana bir tarafdan mushu kentda yer zamin tutgan Ismoil Datu nomli semiz, doğuluq bir kishi bu kentda qachondir bir zamonlarda Liao familiyalik bir xanzu makonlashganligi uchun shundoq otilib qolganligini aytdi. Ismoil Datu xanzu tilini yaxshi biladigan va xayr-saxovatlik bo'lgani uchun al-yurt ichida obro'li boylardan edi. Andoq bo'lsa, men o'zimning shtabini shu yerga quraman. Liao degan xat bir kishining familiyasi bo'lsa-mu, Yem Bo'g'iz degan ma'nodagi Liao bilan ahondashgan. Mening familiyam Ma, ya'ni ot. Andoq bo'lgandan keyin otning Yem Bo'g'iz konida turg'ini yaxshi. Ay, bu bosh tungan emaskan-chi-mu? Uning gaplarini qaramamdigan. Biz Uyg'ur xalq bakli sod ekanmiz. deb pichirladi Sali Durg'a Xo'janiyaz hojiga. Oqibatimizga Xudo kepil. Cheriklarning zulmidan qutulishga yordam bersili bo'ldi. Shunday qilib, Ma Jungying Liaojavanda turadigan bo'ldi. Bu kentda hammadan cho'ng va ozoda joy Ismoil Datuning jangzisi edi. Ma Jungying ana shu jangzini shtab qilib, qolgan cheriklarini atrofdagi yezi kentlarga o'rinlashtirdi.
bu kunlarda uning jangga yaraydigan qo'shini 300 kishidan oshmaydi. U bir necha kun orom olgandan keyin qo'zg'olonchilar bilan birlikda hujumga o'tdi. Hujum nishoni hukumat sheriklari joylashgan Loching va Shinching degan ikki sepil edi. Hujum qattiq bo'ldi. Bu ikki sepil oraliqidagi bozor rayoniga joylashgan Uyg'ur, Xanzu, Xuyzu aholisimi urush o'ti ichida qoldi. Hukumat sheriklari tirik qolsak baribir qirilib tugaymiz degan andisha yoki Bargul va Urumchi tarafdan yordam keladi degan umidda jonpidoliq bilan qarshilik ko'rsatib, sepillarni qattiq mudofaa qilmoqda edi. Ma Zhongying qo'shoni yerlik qo'zg'olonchi qo'shonning sepilini uzluksiz o'qqa tutib turishidan foydalanib, sepilga shot qo'yish, qilishni og'ziga tishlab olib, ikki pichoq bilan sepilga yomishib chiqish. Hatta laxni ko'lab sepilni portlatish chorasini ishlatib baqdi. Lekin bularmi qarg'a kelmadi. Axir Ma Zhongying muhosirni uzartsak, cheriklar ochliq va suvdan qisilib taslim bo'ladi degan qarash bilan ozroq askarni qo'zg'olonchilar bilan birlikda sepil muhosirasiga qoldirib, Bargulni ishg'ol qilishga maqmoqchi bo'ldi. Xo'janiyaz hoji Urumchi yo'lini to'sishga maqdi. Shundoq kunlarning birida Judotay bozor rayonidagi Uyg'ur, Xuyzu mo'tavarlardan elchilar o'miga tashkillab, Abduniyaz miroblar bilan suhbat o'tkazish uchun Xuychingga kirgizdi. Bu o'makka bozor rayonidagi mo'tavarlardan Keram imom boshliq bo'lib, yo'lvosmu o'mak tarkibida edi. Dotay bu o'mak orqali bu qitimqi qo'zg'olonni hukumat amaldorlarining jabr zulmi keltirib chiqargan. Sizlarning ishinglar haq. Ammo Ma Zhongyingni bu ishga aralashtirishning hojati yo'q. Agar Ma Zhongyingdan aloqanglarni uzsanglar, tog' rayonini Abduniyaz mirob, Xuychingni Bashir boshqursin. Hukumat hech qanday ishinglarga aralashmaydi, deb aytqizgan edi. Yo'lvoz suhbat jarayonida Abduniyaz mirobning qo'liga hech kimga sezdirmasdan kichkina bir parcha qog'oz tutqizib qo'ydi. Qog'ozda Judotayning gaplari yolg'on. U Urumchidan keladigan yordamni kutib, sizlarga maymun o'yini ko'rsatdi, deb yozilgan edi. Shuning bilan suhbat buzildi. Elchilar Ma Zhongyingning huzuriga keltirildi. Ma Zhongying o'mak tarkibidagi kishilardan birini etib tashlab, qolganlarni qaytardi. Yo'lvosni bo'lsa, yingjangliq martabasi bilan o'z yinida elib qoldi. Shuningdan boshlab Yo'lvos qo'zg'olonchi qo'shinning boshliqlari qatoriga o'tib qoldi. Hay, bu qanday ish bo'lib ketdi? dedi Sali Durg'a Abduniyaz mirobga. Yo'lvos degan ismni anglasam, rahmatlik manglik bolaning ko'ksidan iqiyotgan qon bilan so'pa marganning qabristonlikdagi qiyofati ko'zimga ko'rinadi. Bundan hoji xabar topsa nima der? Hay, Durg'am, menmi buningga hayron. Bu Yo'lvos bagda nima xislat borkin tong? Yusuf Ahmad cho'chkidiki kemak hayyor hayot bo'lgan bo'lsa, Yo'lvos bagning qo'liga suv quyib berolmasmikin deb o'ylayman. U kuni haqida Ma Zhongyingning uni alohida so'rg'anligi astirdimi? Ular allaqachonlar tunishib olgan o'xshaydi. Biz uxlab yuribdimiz Jumodurg'am. Hay, bu bosh tungan emaskan. Qarmandilar, elitilla qo'l beshini pulanglatib, uni qil, buni qil deb bizni ishga jo'raydigan bo'ldi. Tongla ata shillimizga meni yig'iydi deb qo'rqaman. Endi nima iloj Durg'am? Uni o'zimiz chillab chiqdik. Botirligida gap yo'q. O'limdan mo qo'rqidgandek emas. Iymonimi komil ko'rinadi. Xudoni og'zidan tushirmaydi ekan. Ha desalar, biz birdan bir qarindosh deb turdi ekan. Nima bo'lsa bo'lsin. U kuni saqida bergan va'dasiga vafo qilsili bo'ldi-ku. Hay. Sali Durg'a gap qilmay ulug' kichiktinib qo'ydi. Bala kelsa qo'shlab kelar, omad kelsa qo'shlab kelar degandek, Ma Zhongying shahar muhosirisini bir qism cheriki bilan qo'zg'olonchilarga qoldirib, o'zi 200 dak odami bilan 7-oyning 13-kuni Qumulning shimolidagi Ko'sho'tay eg'iziga qarab ketayotganda, kutilmagan yerdan qo'shlab kelgan bir omadga uchrab qoldi.
Arıtürk tarafdan Sadık Qormal başçılıqidagi qo'zg'olonchilardan yengilib, shaharga chekinib kelayotgan ishkutan, ya'ni taxminan 2000 cherik shu kuni oqshimi ko'shota ig'izida qo'ngan edi. Ma Jungying o'z razvedkachilari orqali buningdan xabar tepib, edirliklar orasiga yo'shirindi-da, shu kechasi tong otguncha cheriklarning bayrog'iga o'xshitib 10 necha bayroq yasab qo'ydi. Tang etish bilan tang kanay dumboqlarini chelib, cheriklar tarafga ilgirladi. Uyqudan amdili uyg'ongan cheriklar o'zlariga o'xshash kulrang kiyim kiyib, go'mindang bayroqlarini ko'tarib kelayotgan qo'shinni ko'rgach, ularni shahardan yordamga kelganlar deb o'ylab, bahramon qarab turishdi. Taxminan 200 qadam orliq qolganda, Ma Jungying ikki qo'liga ikki mavzir tutgan holda shoh deb varqiradi. Cheriklar ashoshini yig'ib bo'lguncha Ma Jungying qo'shini cheriklarning qarorgohiga bostirib kirib, bir munchisini qirib tashladi. Qolgan cheriklar har qancha qarshilik ko'rsatgan bo'lsa-mu, bu tuyuqsiz zarbiga bardoshlik berolmadi. Birdamlik jang natijasida cheriklarning bir tanjangi o'lib, biri oq bayroq chiqardi. Mingdan ortiq cherik asirga tushdi. Nurg'un o'q-to'ra, qurol-yarog' va harbiy ashyolar g'animat elindi. Ma Jungying asirlarning qeri-churi va oqsoq cho'loqlarini shallab tashlab, qarg'i keladiganlarni o'z qismiga qo'shib oldi. Asirga tushgan hiliqi tanjang boshliq bir necha ofitserni o'zi bilan birga Bargulga opirib, shaharga kirgizdi. Bargul Shenjangi ularning holini ko'rib, oliqsodilik ichida darhol shahar darvozalarini ochib, Ma Jungyingni qarshi oldi. Ma Jungying yomon omborlardagi harbiy va oshliq zaposlarini sirib supurib, necha yuzlagan ot tugi bilan 3 kundan keyin Qumulga qaytdi. Bargulni idora qilib turishga faqat 20 ta kishini qoldirib qo'ydi. Bir hafta burun tangdan to'lisi oddiy qilich nayzlarni tutib, oqsoq cho'loq otlarga mingan 200 dak odami bilan mongan Ma Jungying endilikda butunlay 5 atar, ig'ir yenik pilimut, hatto minomyotlar bilan qurollangan 1100 kishilik otliq qo'shinning sardori. Necha 10 tartim tugiga yuklangan zapas harbiy ashyolarning xo'jayini sifatida Qumulga kirish bilan hammani hayron qoldirdi. Bu kunlarda Gasiling degan nom Qumul xalqi nazarida umid va nusrat simvoli bo'lib qolgan edi. Biroq yana bir tarafdan umid boshqa, natija boshqa bo'lib chiqmoqda edi. Chunki Abduniyaz Mirab bilan Sali Turg'a Ma Jungyingni tabriklash uchun kirib, qo'zg'olonchilarning qurol-yarog' jihatdan bekmi qisilayotganligini, g'animat elingan qurollardan bir qismini qo'zg'olonchilarga berishni talab qilganda, Ma Jungying xuddi shogirdga tanbih berayotgan ustozdek qo'shumisini turib, "Bu g'animat elingan qurollar qanbadilga kelgan. Sizlarmi qo'linglardan kelsa, qurol-yaroqni bizga o'xshash jang qilib elinglar. Hey, bu nima deganingiz? Biz jang qilmay, mo'kishmak o'ynayapmizmi? Shahar sepilini qo'rshab turishni bizga o'zingiz topshirgan. Uning ustiga siz hamisha biz birdan qarindosh deytdingiz. Amdilikda biz sizlar degan gapni chiqardingizku. Mundaqda Sali Turg'uning gapi tugamayla Abduniyaz Mirab Tunchiga qarab, bu gaplarni sal yumshtibroq o'risizlar. Nemishqa yumshtib o'riydi? O'z biti o'riymasin. Ma Jungying xuddi bir ahvolni sezgandek nima gap deb Tunchiga qaradi. Shu arada uning bosh mushaviri Aldirash kirib, Urumchidan chiqqan cho'ng bir qo'shinning Lodonga yetib kelganligi to'g'risida Xo'janiyaz hojining jiddiy choparman avatganligini aytdi. Ma Jungying Abduniyaz Mirablarga qarab, "Gap bo'lsa, keyin qilishayli. Shahar muosirsini kuchaytirishga yana bir ying askar qo'shib berman. O'zim bugun oqshomla Lodonga boraman" deb gapni uzatdi. Lodon Qumulning taxminan 100 necha kilometr g'arbida qoqos cho'llik o'tirsidagi do'ngligi joylashgan cho'ng bir bekat bo'lib, Urumchi Qumul yo'lida qatnaydigan har qanday karvon bu yerdan qo'nmay o'tmaydi. Harbiy va qatnash jihatda muhim strategik o'rin bo'lg'achqa, bu yerga bir kichik qo'rg'onma qurilgan edi. Do'nglikning kungay tarafidagi yonbag'rida Kariz suyidan hosil bo'lgan kichikroq bir ko'l bor edi.
Uning atrofida ko'kirib turadigan dal-daraxt va etilsiqlar cho'l bayovon o'ttirsidagi bo'stondek bu yerga zinnat berib turadi. Lodongning shimoliy tarafi edirliqlar orqali hayvatlik Tangritog' tizmalariga tutishadi. Jinshurin cheriklari Lodongga yaqinlashgan hamon Xo'janiyaz hoji 150 dak odami bilan ana shu edirliqlarga chekinib, Mojuyinga choparman avatgan edi. Bu cheriklar mingdak odamdan tarkib topgan bir brigada bo'lib, uning qo'mondoni Dugoji edi. Dugoji kitobxonlarning esida bo'lsa kerakki, Yangzongshin o'ldirilgan kuni uning bilan bir ustalda tepishmoq-tepish o'ynab o'ltirgan va uning bilan birga o'q yegan yiliqi semiz generalning o'g'li edi. U Panyonyanchilarni besiq turib, Jinshurinni taxtga chiqarishda xizmat ko'rsatganligi uchun bir necha daraja otlab dadasining o'rniga o'stirilgan. Bu qitim brigada komandiri qilib avatilgan. Amaliyotda bo'lsa, harbiy ilm va jang tajribalari yo'q bir boyvachcha edi. Jinshurinning harbiy farmoni bo'yicha bo'lganda, Dugoji orqadan keladigan cho'ng qo'shinning qarshi ko'rinishi bilan tanga Lodongdan Qumul tarafga ilgirilishi lozim edi. Biroq 2 kungacha u qo'shinning qarshi turmoq uchurimi kelmagachga Dugoji vahima ichida qilib, darhol mudofaa okoplarini qazdirishga kirishdi. Bir kuni kechqurun u qo'rg'on ustiga chiqib atrofni ko'zlayotganda yuragi jiq qilib, beg'ishidan uzilib ketadiganidek sezildi. Chunki g'arbdan sharqqa qarab Qumul tarafga so'zilgan Tangritog' tizmalari uning ko'ziga xuddi oftobga qoqlanib yotgan hayvatlik ajdahoning gavdasidek ko'rinib, o'zi bo'lsa dal shu ajdahoning quyrug'i yenida turgandek. Mubada bu ajdaho quyrug'ini birli silkitsa, butun qo'shoni bilan kukum talqon bo'lib ketadigandek his qiladi. Dugoji butun vujudini o'michik to'ridek o'rib olgan vahimlik andishalardan qutulish uchun avval oqshomla qilin muhofizachilar bilan qo'rshalgan chidirga kirib, apyun chirig'ining yeniga yonpashladi-da, qosh tishidan ig'izliq bekitilgan g'ong'zini qattiq so'rashga boshladi. U atrofdagi chidirlarda sharaqlayotgan shishxal ovozlarini anglab, tun nisbigacha shu holda uyg'oq yotadi. Chidirning yo'chuqlaridan kirayotgan oy nuri uning ko'ziga parqarab turgan inchki nayzalarga o'xshash ko'rinadi. Birdala taraslab nutq etilishga boshlab, shimol tarafdan Xo'janiyaz hoji yigitlari, sharq va janub tarafdan Mojuying qo'shini dahshat bilan bostirib keldi. Sheriklarning ba'zilari uyqudan uyg'onib, ba'zilari tovkadagi pullarni yonchuqlariga tiqib, qo'liga miltiq ilib bo'lguncha, qattiq o'q yomg'iri ostida nurg'unlari qo'noq shehidek qirilib ketdi. Shundaqdimi 3 cherik 3 yerda yetib olib, pilotni ishga selishga ulgurib, qarshi tarafni qattiq o'q tutdi. Har ikki qo'lidagi mozirdan tang o'q uzdirib, ot choptirib kelayotgan Mojuying oqboz eti bilan do'malab ketdi. Ot o'ldi. Yo'tisining ikki yeridan yaralangan Mojuying ot ostida qoldi. Uning cheriklari buni ko'rib, birdilla orqaga chekindi. Biroq shimol tarafdan bostirib kelayotgan tog'liqlarning Allohu akbar! Allohu akbar! degan yamroq sadolari bilan taraslatib etayotgan o'qlar Mojuyingni hushiga keltirdi, chig'i otning ostidan o'milib chiqib, qaddini rusladi. Buni ko'rgan ikki cheriki uni darhol qo'ltiqlab, egisiz qolgan boshqa bir otga mindirdi. Mojuying ikki qo'liga yana mozir tutib, "Olg'a! Olg'a!" deb varqirashga boshladi. Uning chekinayotgan cheriklariga boshqadan jon kirib, ular yana hujumga o'tdi. Biroq yomg'irdak yig'ayotgan pilot o'qlari ostida ilgirlayolmay dum yetib olishdi. Dal shu chaqda Xo'janiyaz hoji otni tashlab, yantoqliqlar orasidan tezlik bilan o'milib kelib, ikki pilotchini mozir bilan jimaqtirdi. Mirul Margan yon tarafdagi yo'lg'ulliq orasidan qoplondek etilib chiqib, oxirgi pilotchining beshiga qilish urdi. Xo'janiyaz hoji pilotning og'zini Dugojining cheriklariga qaratdi. Cheriklar qo'l ko'tarishga boshladi. Tong suzilgan chaqda Mojuyingning ikki cheriki Dugojining qonga milangan beshini akilib, o'z sarkardasining oldiga tashladi. Shunday qilib Dugoji brigadasi taxminan 1,5 soat ichida
yer bilan yakson bo'ldi. Brigadaning butun qurol yarog'i, jumladan 9 pilimot, 2 zambarak g'animat ilindi. At uloq, o'q dora va boshqa harbiy ashyolarning sonini texi hech kim bilmaydi. Biroq bu g'animatlarning hammasiga Majunning ega bo'lib oldi. Xo'janiyaz hojiga faqat o'zi g'animat olgan 2 pilimot bilan Mirul Marganning qo'lidagi 1 pilimot va yigitlar g'animat olgan 100 tolcha miltiq qoldi. O'ng yo'tisi tengib qo'yilgan Majunning yiliqi ko'l bo'yidagi daraxtlikda soyidab yetib, udulida so'ngzib o'ltirgan Xo'janiyaz hojining chiroyiga qaramay, o'zining to'ngchisiga mundoq dedi. Hojiga et, pilimotning 2sini menga qoldirsin. Uning o'rniga 100 tal miltiq beray. Nemishqa? Pilimot bizga yarashmam ekan? Yarashmaydi deganligim emas. Baribir sizlarda o'zingizdan boshqalar pilimot etishni bilmaydi. Bilmasa o'gitaman. Shuncha narsani oldingiz, shularmi yetar? Deb Mirul Marganning qo'lidan otning chuluvurini oldi. Aka, bu tungan boshqa tungan qarindoshlarga o'xshamaydi ekan. Uning niyati yomon juma. Dedi Mirul Margan qarorgohga kelgandan keyin. Niyati yomonning qozini to'shuk. Atsi Majunning sheriklarining ozg'ini bir qismini Xo'janiyaz hoji bilan birlikda Urumchi yo'lini to'sishga qoldirib, o'zi davolanish uchun Qumulga qaytdi. Jinshurinning yo'lda kelayotgan sheriklari Dogochining mag'lubiyatini anglab Lodonga kelolmay Gochong tarafga ketdi. Shunday qilib, 7 quduqdan tartib Shingshin shag'ichi bo'lgan yerlarning hammasi qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tdi. Kichikkina yetim orolga o'xshab qolgan Loching shahrilar hukumat sheriklari qo'lida edi. Biroq Jinshurinning to'p sandarak va broneviklar bilan qurollangan 6500 kishilik qo'shini yetib kelish bilan tang vaziyat tubdan o'zgardi. Bu qo'shinning bosh qo'mondoni Elidan yo'tkab kelingan general Jang Piyuan, bosh mushaviri Yaponiya quruqliq armiya universitetini bitirgan Shing Sei edi. Bu qo'shinning tarkibidagi oq urus soldatlariga Birinchi jahon urushiga qatnashgan general Papingut qo'mondonlik qildi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Shuni unutmasligimiz kerakki. Biz tuzdanlikchiga dushmanga emas, qatmuqat tog'laridan qo'shilgan tosh qal'a ichidagi dushmanga hujum qilamiz. Xotin degan arning ishiga aralashmaydigan nima? Nima deb aralashmoqdayman? Er mening, o'y mening. Cheqin chaqmoqmi kerakning beshini o'zidi. Bizni tashlab nega borgudak? Yurt beshi bo'lg'iniga la'nat uni. Namoz! Bugungi programmamizning diktorlari